Qadrdonlar, sizlarda ham огородinglarda mana shunaqangi o't bosib, rosa nima deydi? Har xil o'tlar chiqyotibdimi? Buni qanday yo'qotsak bo'lar ekan deyapsizlar. Buni yo'li bor qadrdonlar. Mol boqish kerak yo qo'y boqish kerak, o'z-o'zidan yo'qib ketadi bu o'tlar. Qadrdonlar, bugungi videomiz o'tlar haqida emas. Bugun hashar qilayotganda o'rtoqlar bilan mana ko'rasizlarmi ahvol. Bittasi yonboshlayapti, bittasi sevgilisi bilan telefonda gaplashyapti. Hech qaysi ish bergani yo'q. Bu yerda lombos qo'yotibdi qadrdonlar. Endi O'zbekistonda yangilik. Mana shunda o'rtoqlar chaqirsangiz kelib olib, yam-yashil maydonda damda olyaptimi? Hozir tomga chiqamiz. Nech puldan bo'lyapti? Qayerlargacha borib xizmat ko'rsatadi? Buni afzalligi nimadaligini zo'r qilib beramiz. Like bosib, videoni kuzatib turasiz. Qadrdonlar, mana holatimizni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Tomga pena lombos qadrdonlar. Nima deydi? Bu yerga chiqib bemalol dasturxonni yozib, osh yesam degan holat qilishib qo'yibdi akalarimiz. Tekis silliq. Inshaalloh. Endi hozir akamiz bilan birgalikda ozgina ma'lumot beramiz. Akamiz hech kadrga chiqmagan, aybga buyurmaysizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, sog' bo'ling. Qo'lingizni aytib ko'rmasiz aka. Juda ham zo'r bo'pti, xudo xolasa. Bu hozir qachon quyilgan edi aka? Kecha quyilganmi? Bu kecha quyilgan, ha? Mana bemalol ustida yuribmiz. Bugungi quyilganlari ham bor. Aha. Eng asosiyini aytaymi qadrdonlar? Tomingizda sichqon, kalamush, qurt, qumursqa bo'lmas ekan. Sababi buni o'ziga yarasha misol uchun ximikati bor-da. Shuning uchun qurt, qumursqa yeya olmaydi, sichqon, kalamush yeya olmaydi. Juda ham zo'r. Mana ko'ryapsiz, qo'lga ham chiqmaydi hattoki. Misol uchun bizda o'zbekchilikda dehqonchilik qiladigan akalar ko'p. Bu agarotni ko'rsatib o't bosayotgan, lekin boshqalar aniq dehqonchilik qiladi. Misol uchun qalampir yoyadi, lo'ya, mosh yoyib qo'yishi mumkin. Makka, qisqasi chotga turadi, sichqon, kalamush, qurt, qumursqa yemaydi. Endi buni afzalligi aka misol uchun ko'pchilikka tushuncha bo'lishi uchun. Misol uchun juda ko'pchilik aka bu pena lombosni to'sinni chiritishidan qo'rqadi-da. Hamma to'sinni chiritadimi deydi. Shunga nima deysiz aka? Necha yildan beri shu ishni qilyapsiz? 2 yildan beri shug'ullanamiz. Soha bilan. To'sin chiritmaydi. Chiritadi deganlarga demaxot qo'yiladi. Aha. Ko'ni bo'lmaganlar. Ko'ni bo'lmagan demaxot qo'yib beriladi. Aha. Asosiysi buni ishi yengillashadi. Vaqtdan yutadi. Tez bo'ladi. Tez bo'ladi. Bir kunda necha kvadrat qo'yasiz? Bir kunda 120-130 kvadratgacha. Xo'p, endi qarang aka, yana bir narsa. Loydan afzalligi nimada? Loydan afzalligi issiq sovuqda yaxshi tushadi. Ya'ni qishda issiq, qishda issiq bo'ladi. Yozda salqin bo'ladi, to'g'rimi? Salqin bo'ladi. Yozgi kunida issiqda o'tkazib olmaydi, qishki kuni issiqda tevaga chiqarib olmaydi. Keyin loydan yengil bo'ladi. Loydan 2 barobar yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi. Kichikroq to'sin tashlasangiz ham qadrdonlar. Misol uchun hammada ham imkoniyat zo'r emas. Misol uchun polvon to'sinlarni, boy to'sinlarni olib turib uyga tashagani, mana bunda kichikroq to'sinlar tashlasa ham sababi bu yengilligi uchun yuk bosmas ekan. Zo'r bo'lar ekan. Qaranglar, tomingiz akkuratli toza turadi. Endi, xo'p, biz mana shu ishni qilmoqchi bo'lishimiz uchun bu ustakalarga qanaqa sharoit qilib berish kerak? Nima bo'lish kerak deganlarga, aka, qanday holatda bo'lish kerak tom? Tomimiz to'sin tashlab, vasallinni qoqilib, zardevorlarga urilgan bo'lishi kerak. Biz keyin materialini solib, tepasidan quyib beramiz. Quyib berasizlar. Sizlarga o'sha to'sin tashlanib, vassala tashlangan zardevorlar urilgan bo'lishi kerak. Keyin mana bu material sizlardanmi? Material ichida. Ichida. Xo'p, bu material nima deyiladi aka? Falga izol deyiladi. Havo o'tkazdiradi bu. Ha, shu havo o'tkazdiradi. Shuning uchun mana bu narsalar chirimaydi to'sin. Chirimaydi, mana vassa ham chirimaydi, to'sin ham chirimaydi, to'g'rimi aka? Xudo xohlasa. Endi aka, xo'p, mana bu material ham sizlardan ekan. Bir kunda 120, 130 qo'yar ekansizlar. Qalinligi misol uchun 5 santimetrdan 7 santimetrgacha bo'lsa necha pul qo'yib berasizlar? 5 santimetrligi 35 ming so'm, 7 santimetrligi 40 ming so'm, 10 santimetrligi 45 ming so'm. 45 ming. Mahsuloti, xizmati ichida. Aytilingan ichida. Mana bu narsa ham aka. Material ham ichida. Mana bu narsa ham, material ham ichida. Xo'p, narxlarni eshitdilaring. Juda ham zo'r. Endi aka, bu narxlar qayergacha amal qiladi va necha kvadrat bo'lsa amal qiladi misol? Bu hozirgi aytilgan narx vodiyda o'ziga, Farg'ona, Andijon, Namangan o'ziga, Toshkent tomondan Voha tomonga o'tsa, kelishilgan holda u tomon. Deylik aka, Namangandan, Andijondan zakaz chiqyapti. Necha kvadrat bo'lsa borasiz? Necha kvadrat bo'lsa? Shu atrof bo'lsa 100 kvadrat. Shu atrof bo'lsa, 100 kvadrat. Farg'onani o'zi bo'lsa, Farg'ona atrofi, ya'ni Farg'ona, Bog'dod, Rishton 40-50 kvadratga ham boryapmiz. Xo'p, endi Andijon Namanganga 70-100 kvadrat kamida bo'lishi kerak. Masofamizni hisobiga. Zo'r. 100 dan kam bo'lsa ham boryapsiz ekan, bo'lmasa 70-80 ga ham Namangan, Andijonga boryapsiz.
Juda zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Aka, misol uchun, ikkinchi etaj. Hozir bu birinchi etaj. Ikkinchi, uchinchi etajlarga ham xizmat ko'rsatasizmi? Ikkinchi etajga ham kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Sababi balandligini hisobiga, mana bu yuklaringiz tomga olishingiz hisobiga, agar deylik, yukingizni shunday tomga olib bersa, qanaqa bo'ladi? Kirani olib bersa, va shu hozir aytilgan narxda. Ketaveradi. Ikkinchi etaj, uchinchi etaj bo'lsa, kelishilgan holda unda. Tushunarli. Agar yukingizni olib bersa, shu narxda ketaveradi, qisqasi. Ketaveradi. Sizga uyda egasi nima sharoit qilib berish kerak? Elektri, suv, tok. Obed. Obedda. Agar yotib ishlaydigan holat bo'lib qolsa, endi o'sha yotoq sharoiti, endi non, choy ovqati, tushunarli. Misol uchun, uzoq yotmaydi qadrdonlar, uyingizda haftalab ishlamaydi-da. Misol uchun, bir kunda 120, 130 kvadrat quyishib qo'yadi. Bu degani, mana shunaqa tomni 1,5 kun, 2 kunda tugatib qo'yasizlar-da, aka. Mana shu yerda o'zi aslida 150 kvadrat. Masofamiz yaqinligi 1 kunda quyib olishga ulgimiz. Hamma yo'q, suv, tokdan muammo bo'lmasa, 1 kunda qilishga ulgimiz. 150 kvadrat. 150 kvadrat. Zo'r. Qisqasi menimcha afzalliklari aytildi. Aka, yorilib ketmaydimi bu? Yorilishini Xudo xolasa yorilmaydi. Mashina bermaydi, mana ko'rib turibsiz. Mustahkamligini. Zo'r bo'pti lekin, haqiqatda zo'r. Endi nima deydi? Ota-bobomiz qilgan narsa zo'r, afzalligi yaxshi deysizlar-ku, lekin to'g'ri. Endi o'sha paytda shunaqa qilingan. Endi zamon talabi, aynan o'shanaqa loy-lo'mbos qilingan joylarni ham ustini akalarimiz qilib berishyapti. Nimaga deganingizda, yorilib ketyapti. Qishki kunida issiq yorliqdan chiqib ketyapti. Undan tashqari sichqon kalamish, qurt qumursqalar tomda to'lib ketyapti. O'shani ustidan ham hozir juda ko'p videolarda ko'rsatdik, quyib berishyapti akalarimiz. Sababi qishda utoplenniy. Qishki kun ko'ryapsizlar, tok ham juda qimmat. Misol uchun kimdir pechka yoqadi, kimdir elektrdan foydalanadi. Shuning uchun qisqasi uyda ishlash qishki kunda oson bo'lmaydi. Hamma yoq qimmat, ko'mir ham. Mana shunday mahsulotni bitta qilishyapti, uy utoplenniy bo'lyapti, issiq bo'lyapti, qishda, yozda salqin bo'lyapti. Yozda kunida 40-50 gradus issiqda shiferdan tom yursa ham issiqda o'tkazmaydi. Zo'ridan. Qisqasi menimcha normal ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Akalar ekranda nomer turibdi. Mana shu akalarga qo'ng'iroq qilsalaring, zo'r qilib batafsil ma'lumotini beraveradi. Kamchiligimiz bo'lgan bo'lsa, nuqsonimiz bo'lgan bo'lsa, qadrdonlar, nutqimizda xato kamchiliklarni kechirib qo'yasizlar. Bitta mana shu mehnatni qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh bo'lsin.